Assalomu alaykum biznesmen tadbirkor akalar. 20 ga 20 balandligi 4, eng cho'qqisi 7 metr bo'lgan joyda qanchaga yopsa bo'ladi degan savolga bugun javob beramiz. O'sha har doimgidek Tomchi mashhur ustamiz Yoqubjon aka. Assalomu alaykum. Mana aka bizni ishlardan biri. Nechinchi ishingiz aka bu? Aytaman, sanasam vaqt ketmay qoladi. Salqin ko'taralikmi? Ha, salqinroqqa kelaylikchi. Tadbirkorlarni ishlasin deb Xudoyim ham kunidan beryapti, issiq bo'lyapti. Ha, mazza bo'lyapti aka. Xo'p. Xullas aka, avvalambor assalomu alaykum. Eldorado obunachilari, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston bizni ko'rayotgan hamyurtlar, qo'shni yurtlar yana bir bor assalomu alaykum deymiz. Xullas biz Nazarbaydamiz, Toshkent viloyati Nazarbaydamiz. Bu zdaniyamiz 20 ga 20. Hop. A usulda yopilgan. Stokamiz balandligi 4 metr bo'lib, yerda mana tepasi 7 metr, 7,5 metr. Cho'qqisa? Ha, 7 metr, 7,5 metr. Katta yuk mashina ham bemalol kiraveradi. Bemalol kirib, yuk ag'darib, xullas mana shunaqangi ishlab chiqarishdan qarang, mini sex bo'lgan-a. Kelajakda Xudo xolasa egalar nar tomonga 2-3 ming kvadrat qo'shib ketadi, Xudo xolasa. Inshaalloh. Xullas bu yerda hayitdan oldin bitirganmiz. Yangi mashg'ulotga olib keldi. Mana stogalarini konteynerda lagali joydan o'sha talshinat tur bo'ladi. 4 talik qilib qilyapmiz. 219 talik, 250 talik turbalardan ko'ra ancha baquvvat chiqadi. Balkalarini ham ko'ryapsiz, mana qo'shqor qilib ko'taryapmiz. Fermalarni ko'ryapsiz, 20 metr aka mana. 20 metr. Hech qanday stoka yo'q aka. Zo'r. 20 metr. Qanchadan tushdi aka bu? Buni 1 kvadrat 280 ming so'mdan mashg'ulotga olib keldik. Kraskasi ham ichida bo'ldi. Tepadagi tunuka qismini olib berdi, yopib berdik. Zo'r. Akalar sizlarga mana shunaqa xizmat kerak bo'lsa, 150 ming so'mdan boshlangan narxlarimiz hozir 20 metrligini ustunsiz qilib 280 mingdan deyapsiz. 280 mingdan materiali, elektrodi bormi, toshi bormi, ustanovka, dastavka, kraskani o'zimizdan olib kelib, o'zimiz bo'yoqlab, mana shuni yasab o'rnatib berdik. Xo'p, 350 ming so'mgacha, 350 ming so'mga shu 30 metrgacha bo'lgan joylarda ustunsiz yopib berish xizmati. Ustun nimaga kerak emas, o'rtalarda tursa, texnikaga nimaga mana qarang, bemalol. Hozir mana yerda stoka, yerda stoka bo'lsa, xalaqit beradi. Toram qilib qo'yadi. Mana karaga o'xshagan narsasi ham turibdi mana. To'g'rimi? Bemalol yuradi. Rostakam minadi, katta kara bo'ladimi, fura bo'ladimi, qanaqangi texnika kirsa ham bemalol. Endi bu zdaniyani xohlasa 100 ga 20 qilsa ham bo'laveradi. Endi cho'zib ketaveradi. Xohlasa 200 ga 20 qilsa ham bo'laveradi. Zo'r. Maynaqa xizmat qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, neboy joyga borib qilib berishadi. Material hamma narsasi o'zidan akamizni ustalari hammasi tajribali, eski svarchiklardan, razryad balandlardan, xullas qorga ham, yomg'irga ham javob. 20 metr ekan buklanib ketadi deydi. Xudo xolasa 22 yildan beri qilib bergan obyektlarimiz yana takror qilinyapti yana. Chaqiryapti, qo'shimcha qo'shib ketyapti. Shunaqa gap akalar, ekranda raqam qoldiryapmiz, aloqaga chiqasizlar, biz aytsak kelishtirib ham berishadi. Rahmat, sog' bo'linglar.